Birinchi iste'molim 15 yoshimda bo'lgan. Haliyam esimda, shu maktabdan chiqib bitta-ikkita tanishlar bilan endi bu narsani bolalikka yurganmiz. Kattalar maza qilib yurishibdi. Bizayam bitta tatib ko'raylik borilgan. Maktabdan chiqib 3-4 ta bolalar og'aynilar yig'ilib rastительный deymiz. Ana shu то есть chakib ko'rganman. Bu narsa bilmadim mengami yo miyamgami yoqqan. Asta-sekin ko'payishga boshlagan. То есть kollej payitim davom etgan. Уже sintetический spice va boshqa. Keyin уже kollej bitirishga yaqin eforitik aptечныйlar chiqqan. Aptечный narkotiklar, tabletkalar, tropinamid, mana shunaqa. Demak, hammasini tatib ko'rgansiz shunda. Da. Bo'lgan endi. Boshida to'g'ri yoqqan bo'lishi mumkin. Keyinchalik asta-sekin уже o'rganib, bunda qarorni bu narsasiz kunim o'tmayapti men. То есть odamlar bilan suhbat, kayfiyatni o'zgarishi, уже ob-havo bo'lib qoldim-da. Ob-havoga o'xshab o'zgarib qoladigan bo'lib qoldim. Balki men bu narsani tatib ko'rmagunimcha bir insonlar bilan muloqot qila olmas edim. O'zi nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'lgan o'sha birinchi marta tatib ko'rishga o'ylab ko'rmaganmisiz? O'ylab ko'rganman. Meni holatimda menda atrof muhit, ya'ni meni o'rab turgan insonlar. То есть o'sha do'stlar deymiz. Do'stlar deymiz. Tushunarli. Men ham endi yosh bo'lganman, men yo'q deya olmaganman. Qo'limdan kelmagan. То есть qo'rqqanman, men to'g'rimda qanaqa baho berishadi. Hozir yo'q desam nima deb o'ylaydi? Keyin yana etmetlarga borsa chaqirishadimi? Hamma bilan aloqani yig'ishtirib olishadi. Shunaqa bo'lgan.